Novostroykadan yosh oilalar uchun 2 xonali uy izlayotganlar ekranga yaqinroq keling. Narx-navosi video so'ngida bo'ladi. Nurhayot Sputnik 16A da joylashgan 9 qavatli domning 7-qavatida 2 xonali razdelniy kvartira sotuvga chiqdi. Keling endi shu uyimizni kichkina obzor qilamiz. Eshikdan kiraverishda birinchi zalimiz, zaldan esa bemalol balkonga o'tsangiz bo'ladi. Ko'pchilik hozir yangi qurilayotgan uylarda deraza va balkon muammo, hamma uylarda ham bunaqa sharoit yo'q. Demak, bu ham bitta plyus. Demak, mana shu uydan, ya'ni zaldan chiqishda kichkina koridor va koridordan keyingi xona esa razdelniy spalni bo'ladi. Spalnimiz ham kattagina, yorug' va eng asosiysi derazasi bor va oshxona bilan bemalol yozda konditsionersiz ham skvoznak qilib yashashingiz mumkin bo'ladi. Yotoqxonadan chiqqaningizda ketma-ket sanuzel, tualet vanna alohida qilib qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, uy planirovkasi juda ham ajoyib ishlangan. Zal, yotoqxona, yonda esa tualet vanna, undan keyin esa oshxona qismi. Oshxonada ham ko'rib turganingizdek, dom tarafdan ham balkon qilingan. Balkondan bemalol tashqariga chiqishingiz mumkin, kerakli jihozlaringizni qo'yishingiz mumkin. Mana qarang, qanaqa chiroyli manzara. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $62,000. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.